bir necha yillik tajribalarimizga asoslanib, mana men shifokor bo'lganimga 37 yil bo'lgan bo'lsa va shu xususiy tibbiyot ishlayotganimga ham shu 35 yil bo'lgan bo'lsa, shu tajribalarimga asoslanib, yana shu sog'lom turmush klinikasini boshqa shifokorlarning takliflaridan kelib chiqib, yana o'sha qadimiy o'zbek tabiblarini bilimlaridan, tajribalaridan asoslanib, bugungi kunda biz Dr. Jail laboratoriyasi MChJ tashkil qilganmiz va shu MChJ qoshida 30 ga yaqin 100% natural preparatlar ishlab chiqaramiz. Jumladan mana pankreatit preparati. Bu mana bu yerda shtrix kodi bor va meni o'zimni rasmim ham bor. Mana bu joyda ham mana pankreatit ikki xil shaklda chiqadi. Bu preparatlarimiz, mahsulotlarimiz biofaol ozuqa shaklida bo'lib, 100% demak natural, demak 100% tabiiy mahsulot. Bu mahsulotlar juda yaxshi samara beradi. Bu yerda bu mahsulotlarimizdan tashqari yana davolanayotgan bemorlarimizga mana bu joyda mana ko'ring salotga, qizilmiya, mana bu yerda tulki quyruq, yana bu yerda 70 ga yaqin shunaqa o'simliklarimiz bor. Shulardan mazlar, damlamalar tayyorlaymiz va bularni bemorlarimizga beramiz. Bular yaxshi natija oladi. Bu doktor laboratoriyasi, mana bu yerda bu o'sha laboratoriyaning nimasi bor, o'zini o'sha belgisi. Shu belgi asosida Telegramda shtrix kodlar bilan va bemalol qanaqa kasallikka kerakligini bilsalar bo'ladi va davolanishda shu tabiiy mahsulotlardan ko'p foydalanadi. Asosiysi tejamkor turmush tarzi, undan keyin sog'lom turmush tarzi va demak tabiiy mahsulotlar va kamiga demak zamonaviy kimyoviy biologik preparatlardan foydalanamiz. Shuning uchun doktor Jalilov degani bu hozir to'rtta o'sha xususiy tashkilot, Belgiya sportli tibbiyot, toza havo sihatgohi va sog'lom turmush klinikasi va doktor Jalil laboratoriyasi demak shu faoliyatini kuzatyapsizlar hozir.